Assalomu alaykum. Arzuyum ikkinchi qaror haqliq tam pishiriq saloniga barliq azizlar. Bugun o'tiladigan darsimiz bo'lsa, mahshiya xonimlar. Bu mahshini biz mushu lazeri itimiz. Bu mahshimiz ketirgan materiallar biltinish bilsak, oldi bilan bizniki mush 4 dona sho'xli ketadi. Biz bu 4 dona sho'xlimizni chanab qiymalat ekvolimiz. Ondan keyin 5 tane samsaq, bu samsaq 5 çeşit samsaq. Bu samsaqni chanab qiymalat ekvolimiz. Yamg'oq sütün muvafiq miqdorda buni chanab qiymalat ekvolimiz xonimlar. Ondan keyin buni bezash uchun mavu ko'z badiyanni bezash ishlatamiz. Mavu zira. Ziradan cho'ng tomoq qo'shiqda yarim tomoq qo'shiq zira, yarim tomoq qo'shiq qarmosh. Tuzda yarim tomoq qo'shiq tuz, bir tomoq qo'shiq, mushu qo'shiqda bir qo'shiq laza, men ochiq yo'q laza ishlatdik. Har kim o'zining yaxshi ko'rishi asosan tuz tortarmak ishlatsa bo'ldi, xonimlar. Ondan keyin suv yog'idan 150 gram suv yog'i, mavu pomidorniki qiymisi. Pomidor jang deymizmi? Mavu sho'xli qiyamidan mush 2 tomoq qo'shiq sho'xli qiyam ketadi, xonimlar. Ondan keyin manodek Amerikaniki qizil ko'k lazisidan 4 tal ishlatdik. Ko'k lazida 2 tal, qizil lazida 2 tal. Har kim o'zini yaxshi ko'rishi asosan manodek laza ishlatsin bo'ldi yoki odatki ko'k lazini ishlatsin bo'ldi, xonimlar. Biz buningki mush yeridan 1 yillik qo'yib kesib, mushunda qapoq holatda kesib tayyor qilamiz. Ondan keyin buning ichidagi urug'larni elib, mushuna kesib tayyor qilamiz. Bunu pakiz yuvib tayyor qilamiz, xonimlar. Ondan keyin guruchdan, pishirilgan guruchdan yarim kilo, 1 kilo. 1 kilo guruch ketadi, xonimlar. Har kim o'zining yaxshi ko'rishi asosan, masalan, jiq ozliq qarta mushu lazi bilan guruchni o'zi tanshab ishlatsa bo'ldi. Biz miyada 1 kilo guruch, pishirilgan guruchni 1 kilo ishlatdik. Endi biz buni tayyorlash bosqichi o'tsak, biz 4 dona sho'xlimizni mushundaq chanab, müzik mashinasida chanab tayyor qildik. Ondan keyin chaydonlarimizning yordamidan moz samsaqni, 5 samsaqni chanib oldik. Ondan keyin mono yamg'oq sutini ushshaq to'g'rab tayyor qildik. Qozonimizni o't qisib, qozon qizgan chog'da biz 150 gram sumayni qo'ydik, xonimlar. Sumayimiz qizgandan keyin biz 4 dona sho'xliniki chanab tayyor qilgandik. Bu sho'xliniki qiymasini qo'ydik, xonimlar. Qo'yib buni toza yaxshi qilib suyini chiqaramiz. Ham ikkinchi qadamda biz sho'xlini ustiga chanab tayyor qilgan 5 chesh samsaqniki chanalmisini soldik. Endi biz buning ustiga boyqa zira, qarmosh, tuz, lazdan soldik, xonimlar. Hem bunun ustiga 2 qo'shiq chanalgan qizilmush qiyamini qo'ydik. Pomidor qiyamini qo'ydik. Pomidor qiyamini qo'yib qo'ygandan keyin buni toza yaxshi aralashtiramiz. Aralashtirib tayyor qilamiz, xonimlar. Hem bunun ustiga mavu yamg'oq sutniki chanab tayyor qilgandik, buni aralashtiramiz. Biz yamg'oq sutini sep, bunun tuz ta'mini tetib tayyor qilgandan keyin bu o'tni o'chirib xonimlar. Hamda boyiqi 1 kilo pishirilgan guruchni tayyor qilgan, mush guruchimizning ustiga bu qo'rib tayyor qilgan qiymimizdan 2 sap qo'ydik, xonimlar. Mush saplig'imizda 3 sapliq qiymini qo'ydik. Qo'yib, endi buni toza yaxshi aralashtiramiz. Buni yaxshi aralashtirib tayyor qilamiz, xonimlar. Mana qizlar qiyma bilan guruchni aralashtirib oldik, 3 sapli qo'yib. Undan keyin qolgan qiymani bir quruq banqachimizni qo'yib tayyor qilib oldik. Endi biz mavu lazlarimizning ichiga mushu qiymasini to'ldirib tayyor qilamiz, xonimlar. Biz qiymalarimizni, tayyor qilgan qiymamizni mush lazimizning ichiga, mush qo'shiqning yordami bilan qo'yib, chingdab turib, buni 4 ta lazimning ichiga qo'yib oldik, xonimlar. Buna hamısının içine koyup tayyor qildik. Endi buniki ustini mavu lazıniki baş qismi bilan yapamiz. Yapıp bu qozonning ichiga
250 gram mana bir stakan su, 250 gram suni quyamiz. Cho'rsidan quyamiz xonimlar, mana bu ichiga quyilib ketmasin. 1 stakan su quyamiz. 1 stakan su quyib, buning ustini dumlab, yarım saat sus o'ti yarım saat dumlab pishirib olamiz xonimlar. Mana biz qozonimizni o'tga ostiga ustini yupib, yarım saat dumlaymiz. Mana qizlar, tomog'imiz pishdi xonimlar.